Farg'onalik qizdan farg'onacha osh. To'g'risi, men oshni kuydirib yuboraman deb o'ylamagandim. Uyda yo'q bormaslik uchun har doimgidek gazda emas, o'choqda qildim. Birinchi bo'lib sabzi, go'sht, piyoz va kerakli narsalarni to'g'radim. Bularni to'g'rash ham o'zi oson bo'lmadi. Farg'onacha osh o'zi behisi bilan boshqa viloyatlardan ajrab turadi. Hamma narsalarni tayyorlab bo'lgandan keyin o'choqqa o't yoqish vaqti keldi. Qozon yaxshigina qizigandan keyin 3 ta cho'mich yog' quydim. Shu joyda menga obuna bo'lib qo'ying, chunki biz oyda oxirigacha 30 mingta bo'lishimiz kerak. Qozondan chiqadigan tutun ko'zimni shunaqangi achishtirdiki, oxiri ocholmay ham qoldim. Birinchi piyoz, keyin sabzi, oxirida go'shtni solib yaxshilab qovurdim. Bu bugungi osh uchun tanlangan guruch. Ozroq vaqt o'tgandan keyin suv quyib yana ozroq kutdim. Aslida farg'onaliklar oshni juda ham yaxshi ko'radi. Nafaqat Farg'onada, balki butun O'zbekistonda ham oshni yomon ko'radigan odam topilmasa kerak. Yaxshilab dimlangan farg'onalik qizning farg'onacha oshi endi tayyor bo'ldi. Oshni tatib ko'rgani bemalol mehmonga kesalaring bo'ladi. Bu osh o'zi sizga yoqdimi? Keyingi safar nima tayyorlab ko'rishim xohlaysiz? Kommentariyada yozib keting.